Assalomu alaykum, hurmatli Lochin kuzatuvchilari. Mana bugun biz Lochin mototsikl zavodida eng ko'p yuk ko'taradigan mototsikl kvadrotsiklarni atrofida turibmiz. Mana bu modelimiz R6 modeli bo'la turib, bu 2 silindr bilan ko'taradi. Gruzopodyomisi 2 tonnadan iborat. Motori 320 motor, ejektorli variantda, usilit qilingan rama 63 vilka bilan ishlangan. O'zgacha dizaynda ishlangan. 2 tonna yukni ko'tarib tushirish qobiliyatiga ega ekonomishni variantdagi motor qo'yilgan. Hurmatli kuzatuvchilar, mana bu kvadrotsiklimiz 2 tonna yukni ko'tarib tushirish qobiliyatiga ega. Motori 350 cm3 dan iborat. Oldin orqa mostlar ikkalasi ham vedushi tortadi. Buni xohlagan paytda oladigan yukingizga qarab, yo'lingizga qarab ajratib olishingiz yo qo'shib haydashingiz imkoniyatiga ega bo'lasiz. Mana bu modelimiz 3 metr uzunligi, 1.55 cm eni bo'lgan mototsikl bo'lib, motori 350 cm3lik, 2,5 tonnagacha yukni ko'tarishga moslashgan bo'lib, silit qilingan ramasi bor. Bu modelimiz qishloq xo'jalik mahsulotlarini tashishga, chorva mollarini tashishga yoki sanoat qurilish mollarini tortishga ega bo'lgan katta ulkan mototsiklimiz. Mana mototsiklchi 4 tonna yuk yuklab olib 185 ta g'isht yuklab ketyapti mana. Qoyili 4 tonna yuk, yana g'isht nam. Mototsiklimizga gap yo'q lekin. Mana Lochin mototsiklimiz 3,5 tonna yuk bilan 100 ta oshiq qoldi. Haydang aka. Assalomu alaykum, Lochin ishqibozlari. Mana R6 mototsikl 2,5 tonna simi yuklayapmiz. Mana yuklanish jarayoni. R6 ga gap yo'q.